Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Chorsu bozoridamiz. Chorsu narxlar bilan tanishamiz. Bizni territoriyada o'sha kechadan beri anaqa ayrim yo'q oldi. Kameralar. Qancha ekan aka kameralar? 220 ming. Kattaroq 220 mingdan. Ishdan degan bo'lar 220 da. 220 mingdan. Bo'yi 1 metrdan oshiqroq. Lavandalar. Aka bu lavandalar qanchadan ekan? 50 ming. 50 ming. Mana shu lavanda 50 ming. Bu lavandani uyga ham qo'ysa bo'ladi. Juda foydali. O'zini hidi bilan stressni ham yo'qotadi. Ajratib turadi. Shu tomonlama. Rosa foydali narsa bu lavanda. Nimaga foydali? Bu stressni stressni oldin oladi-da bu. Uyga qo'yib qo'ysangiz yaxshi. Ichmaysiz, ichsangiz giyoh ham. Rosa bir foydali narsa-da bu. Mashina bo'lyapti. Yarim kesib tashladim-da. Ha, gullagan paytida olib bordim. Mana mashinada bo'ldi-da, o'zi nimaganligini bilmayman lekin. Bu rosa foydali narsa. Sizga bo'ladimi? Ha, shunday. Ha. Giyohda bu. Rosa foydali bu. Uyga qo'yib qo'ysangiz, mana uyda havosini ham tozalab turadi. Qanaqa nimaga solaymi? Tuvakka solishim Ha, tuvakda mana tuvakda turibdi. Shunday yerda-da, qanaqa qilib ekan bo'ladi. O'shani ko'chirib o'tkazib qo'yavering. Bugun men ham onamning xonasiga qo'yib berdim-da. Bagidan olib, joyidan ozgina kesib ildiz olib tursa bo'lmaydimi? Urug'idan o'stirsangiz bo'ladi. Urug'laydi-ku bu. Ha, urug'idan o'stirsangiz bo'ladi. Hozir ozgina o'tbetini kesib, anaqa qilib qo'ydim men. Hayot. Yarimini tomiri bor joyini o'tkazdirib qo'ying. Ha, o'tkazdirib qo'ying. Bu aniq ketaveradi. Bu hozir mana bunaqa yoyilib ketdi. Qanaqa kessam shunday yoyilib ketadi, shunday. Kesmay qo'yavering. Endi hozir gullash davri-ku. Anaqa qilaymi? Yaqin. Ichsa ham bo'ladi, uspokayib qoladi. YouTube'da ko'ring. Rosa lavanda haqida ma'lumotlar chiqadi. Ha, lavandada bo'lmasa narsa. Bu qalampirlar qancha ekan? Optimga lavanda bu qalampirlar qancha ekan? Optim narxi 20 ming bu. 15 ming so'm. Mana bitta donasi. Buna qalampir 15 mingdan ekan. Atirgullar bir-biridan ajoyib. Bu atirgullar yashikka qancha ekan aka? 15 ming. 15 ming. 15 ming. Yashikka 15 mingdan a? Yashikka 15 ming ekan. Rosa chiroyli. Hammasi narxi bir xilmi aka? Bu yerda chekadagilar 8 mingdan ekan. Mana bular. Mana shu ham rosa mana shu och savz rangi juda ham Mashinada olib kelgan. hali xudo olasa tashlayman. Nechi pul lavandangiz? Bu paprikniklar qancha ekan? 20 ming so'm bular. Bular yashikka qancha aka bular? 15 ming. Yashikka 15 mingdan. Mana quyosh gulmi nima bu aka? Nomi bilmaysiz. Bu qanchadan bu? 20 ming. Bu 20 mingdan ekan. Bu glitsina qancha ekan aka? Sizdami? Glitsina. Glitsina 200 ming. Bu nomi nima ekan aka bu? Kilo. Ana bosh ko'ring. Kilo. Mana bu qanchadan aka bu kilo? 1 million 1,5 ming. 1 million 1,5 million ekan. Bu qishda sovurmaydi aka buni? Qishda kiloni sovurmaydi ekan. Bemalol dekorativga eksalaring bo'ladi. Gartenziya. Gartenziyalar. Mana quyoshga ham bo'ladigan gartenziyami aka bu? Gartenziya quyoshda ham turaveradigan. Bu qanchadan aka bu? 150 mingdan 1 million. 150 mingdan 1 milliongacha. Pardoviy oq rangi. Ha, yuraverman hozir ko'p. Bularni to'sib qo'yishibdi. O'tib ketamiz. Sizdan aka bu ham? Qancha ekan bu gartenziyalar? 400 ming. Bu gartenziyalar 400 ming.
Hop, mana mahroviy qancha ekan bu? Hammasi 400 ming a. 400 ming so'mdan ekan. Mana chekadagilar piyonmi aka? Bular 800 ming. 800 mingdan piyonlar. 800 ming. Davom etamiz. Bular kartoshka gullar. Storyinglar. 10 gram 0 litrga. Georgina deylar ekan. Biz mahallikda kartoshkada bu. Bular qanchadan ekan kartoshka? 25 ming a. Ana gollandskiy sortmi aka bular? Yo bo'y uzun bo'lib ketami? Baland-da bular. Bir bo'ladi kamida, birdan oshadi. Bular ham shundaymi aka? Bu ham. Bo'y 1 metr. Nima bor? Va Kipo Story'mlar qancha ekan aka bular? 30 ming. Bular 30 ming so'mdan. Mana yozmani shunday katta kelib olib ketaverasizlar, bemalol. Tashani mayda qiladilar, nima qiladi? Hibrid sortlar. Hibrid sort. Bitta sort ekan. Mana oqidan 5 dona bo'ladi. bardoy, mahroviy, shunday Ramashkaman. gladioluslar. Gollandskiy bo'ladi. Shunaqa ham piyoz. Va mana gladioluslar qancha ekan aka bu? 10 mingdan. Donasi 10 mingdan. Mana shunday oqi. Sariq rangi, qizili, mahroviy. Bu tepadagi ham aka narxi shunaqami? 25 ming, 25 ming. Olib ketaverasizlar. 5 mingga. Tansiz, etat egasi yo'q ekan. Nima ajoyib gullar bor ekan. Bu xrizantemalar qanchadan ekan? Yashikka. Yashikka qancha ekan bular? Yashay olasizmi donami? Yashikka. YouTube'ga chiqaraman. 40 mingdan donasi. Donasi 40 mingmi? Bular anavi gvazdika shunaqangi sortda bular. Gvazdika sort. Bularchi bular? Men mayskimi yo bular ham shunaqa gvazdika? 25 mingdan. Bular bunaqa mayda ochiladiganmi yo? Xuddi shunisigadan, faqat sal kichkinarog'i, bir xil narsa keladi. Ha, bulardan bo'y uzun bo'lib ketadi, to'g'rimi? Yo'q, mana shu turishda ikkalasi ham bo'ldi, jicha o'sadi, boshqa o'smaydi. O'smaydimi bular? Bular tavliki pasta, mana shunaqa jicha o'sadi, yana jicha g'unchalab mana shunaqa katta bo'ladi. Ha, buni mayda ochiladigan, Ha, mayda bu ochiladigan sorti. Kech kuzgacha ochilib turadi, mana Ha, shunaqa. ha. Boshqa ochilmaydi, anaqa. Bitta ochilib tashlab yuboradigan emas, buni ochilib turadigan. Tushunarli. Nima qilyapsiz, rasmini bering. Yo'q, YouTube'ga chiqaryapman-da, shuning uchun narx olsa, xudo olsa reklama. Tayyor, kelib olib ketaveradi. O'zimiz olmadingiz. Yo'q, o'zingiz olganim yo'q. Yo'q, sizlarni olmayman. Kelib olib ketaverasizlar. Mana, har xilchasidan bor. Xos. Bular yashikka qancha? Yoshga qancha qilib berasizlar buni? 25 mingdan rizantemani, kattasi kichkinasini. 25 mingdan. 20 mingdan qilib beradiganmiz yoshga. Yashikka 20 mingdan. Kelib olib ketaverasizlar. Aytda mana, bular katta sortlari. Mana. Bular qanchadan? 30 mingdan, a? Yashikka 30 ming a bular. Yashikka donasi 30 ming. Bular gallan sorti. Ha, yashikka donasi 30 ming, gallan sort. Bu ramashkalar qancha ekan bu ramashkalar? Yashikka 25 ming a. Yashikka 25 mingdan. To'g'risi. Buni nomi nima ekan mana shuni? Gvazdika. Gvazdika. Buni qishda sovurmaydi, buni. Qishda sovurmaydi. Juda ajoyib narsa. Kelib shu topib to'g'risizlar. Bu qo'ng'iroq gullar qancha ekan? 20 ming. Yashikka qancha bular? Yashikka 20 ming a. Yashikka 20 ming. Voy, o'rtay qulupni ham ekishgan bor. Mana bu gullar qancha ekan? 10 ming bochkasi ichida 5 tadan. Ichida
Beshtadan bo'lar ekan, pachkasi 10 ming. Bular. Bu mana bu gullarchi? Ajriq gullar. Bulogi 80. Lamni qopachkasi 5 ming.